Assalomu alaykum. Anglayotganinglar tarixiy tazkira asar Ediqut o'g'lonlari Moitilar jamiyati. Avtori Ömerjan Sidiq. Mahmud Moiti. Davomi. Majunyin Jimsar bilan Guchung urushida 4000 talga yaqin miltiq olji elib, naiti tez kuchaydi. U Şinjanning hokimiyatini qo'lga kirgizdim deb hisoblab, Guchungda urushda o'lgan askarlarning o'rnini taslim bo'lgan askarlar bilan to'ldirib, Urumchiga hujum qilishga tayyorlandi va askarlarini asta-asta Urumchi tarafga siljitdi. Şiңisi Şarqi Şimal Pidayilar qo'shinining boshlig'i Çiң Shichingni Urumchini saqlashga qoldirib, o'zi 5000 askar, buning 1000 nafari Aqorus bilan urushga tayyorlandi. 6 ayning 11 kuni Şiңisi 5000 dan ortiq askarni 6 yo'lga bo'lib, yana 300 dak topchi askar, 400 cha pidoyi qo'shin, 250 cha pilimotchik va bironivik mashinalar bilan Urumchidan Pukanға yetib bordi. Ma Zhongying 6 ayning 8 kuni Zinchuanze mudofaasiga joylashib bo'lgan. Ya'ni u 7000 dak askariy kuch bilan yoshirinib turgan edi. Oxiri 6 ayning 12 kuni tushdan keyin Xinjiangning 30-yillar urush tarixidagi mashhur Zinchuan jangi boshlandi. Ma Zhongying askarlari nihoyatda baturlik bilan ilishayotganda birdilla havo o'zgarib, temperatura tuvanlab, çileklep quyğandek şarqıraq yağmur yağışqa başladı. Köңlek, tambal bilen yalangvaştaq jangga kirgan Ma Zhongying askarlari müşkdek dugdiyip, jangivarligi zo'r darajada ajizlashib, Nusrat Şiңsi askarlari tarafga tabassum qilishqa başladı. Ma Zhongying askarlaridan o'lganlarning soni 400 ga yetganda, uning sepi tavrinib qoldi. Uning muhofizatchilar yangining 500 dak odami tün qarang'usidan foydalanib, Urumchi tarafga taslim bo'lib qechib o'tdi. Ular aslida Guchongda Ma Zhongyingga taslim bo'lgan Li Xayruining askarlari edi. Dal shu chog'da Shingsi askarlarining hujumga o'tishiga kanay chilindi. Ma Zhongyingning askarlari qechishga boshladi. Ma Zhongyingning 6000 dak askarining to'lisini Shingsining sharq shimolidan kelgan pidoyilar qo'shini etib o'ltirdi. Bu qo'shin Sharqi Şimalda Yapon basqınçılarga qarşı bir qancha yillik urushda margan bo'lib yetishgan edi. Şiңsi qo'shinidan 200 cha askar o'lib, 100 cha askar izsiz yo'qolib ketdi. Bu urushda Şiңsi 1000 tal miltiq, 30 ming dona o'q o'ljaldi. Ma Zhongyingning mag'lub bo'lishiga havo klimatidagi o'zgarish sabab bo'ldi. Chunki Ma Zhongying askarlari Guchongdan yo'lga chiqqanda kiyimlari yiling edi. Şunun bilan soğukta to'nlab o'lgan askarlarmu oz bo'lmadi. Ma Zhongying bilan Shingsi urushayotganda tog' ustida kuzatib turgan Xo'janiyaz hoji Ma Zhongying askarlari mag'lub bo'lib, Guchongga chekinishi bilan tang kelishimga asosan tizdan janubiy Shinjongga yurish qildi. Ma Zhongyingning chechilib ketgan askarlaridan bir qismi Xo'janiyaz hojining oldiga kelib, non, kiyim-kechak talab qildi. Ma Zhongying askarlarining soğukta qilib haraj tortishi mushuning bilan ikkinchi qitim edi. Birinchi qitim 1931 yili yozda ular Qumulga kelib shaharni ololmay, Qumulning Tarati degan yeriga chiqib, muzlab o'lay deganda Uyg'urlar ularga o'ylarini bo'shtib berib, qo'rsqiga issiq tomoq bergan, o'limdan qutqizib olgan edi. Lekin Ma Zhongying ko'rikdan o'tib olibla ko'rikni buzib o'tgan, ya'ni ishini yeb qozonini chiqavetib, Gansuga kirib ketgan edi. Shunga bu qitim judunga uchirganda uningga hech kim yordam qilmadi. Xo'janiyaz hoji Fukandan orqaga qaytib, tog'ni yaqilab Jimsarning janubidagi Panvupu davini orqali janubiy Shinjongga o'tish uchun Chanzigayga yaqinlashganda, Shingsi avatgan Shinjong Duban mahkamasining vakillari kelib, Jimsardagi bitim bo'yicha Xo'janiyaz hojining qo'mondonligidagi pidoyilar qo'shinining yangi hukumat tarkibidagi 6-shi diviziya qilib rasmiy bekitilganligini, Mahmud Mo'ytining Shijonglikqa tayinlanganligini, bir qism qurollar, qo'shinning rasxoti, jangchilarning maoshi qatorliqlarni ilib kelganligini uqtirgan. Bu qurollarning orasida 5 atar, 9 atar,
va aralash ko'na miltiqlarmi bor edi. Xo'janiyaz hoji bu miltiqlarni elib to'qsonga yurib ketdi. Majoying Guchunga berib Li Xayruyning qalduq qo'shonidan 1000 kishini, Uyg'urlardan bir necha yuz kishini majburiy askarlikka tutib, to'gidan 2000 ni tayyorlab, Turpanға tushib, Xo'janiyaz hojining janubiy Shinjongga o'tadigan yo'lini to'smoqchi bo'ldi. 3 kunlik urushda Majoying askarlarining o'ligini, taslim bo'lgani, chechilib ketgani bo'lib, taxminan yerimi tugab ketgan edi. Shingsi Majoyingni mag'lub qilgandan keyin bir qancha harbiy boshliqlar va ma'muriy amaldorlar nomidan Jiang Jieshi hukumatiga telegramma avatdi. Telegrammada mundaq deyilgan edi: Majoying mag'lub bo'ldi. Shinjang tinchlandi. Uyg'ur, Xanzu qurolliq kuchlarining boshliqlari Shingsayni himoya qiladi. Shinjongda barliq ishlarni Shingsay boshqursa, madaniyat, ma'rif, qatnash, savdo sanoat ishlarini yerlik boshqursa. Telegramma berguvchilar Shinjang Gomin Gomin Junning Qumulda turishliq Zong Selingi, Bishir, Turpan Guchung oldingi sap Selingi, Xo'janiyaz hoji, Urumchi Jiji So'zida turishliq otliq birinchi shining Sijangi Tijankuy, Pichanda turishliq ikkinchi shining Sijangi Iskandar, Qarasharda turishliq uchinchi shining Sijangi Mahbuz, Qashqarda turishliq 4-chi shining Sijangi Tömür, Qashqarning vaqtliq valisi Yunusbek, Aqsuning valisi Shuy Yesaylar. 1933 yil 6 ayning 21 kuni Shingsayning aslidagi plani avval Zinchuanzida Majoyingni yengib, ondan Urumchiga kelibla Qingjung, Taominyu, Li Shutianlarni ko'zdan yo'qotish edi. Shunga u avval Majoyingga qarshi o't ochdi. Ondan Urumchiga kelib o'rlashib olgandan keyin Jingshurin hukumatining Sanmuchu boshlig'i Qingjung, bosh kotibi Taominyu, Tudung Xabada turishliq aeroplan atriti boshlig'i Li Shutianlarni majlis bar deb Duban mahkamasiga chaqirib, yangi hukumatga qarshi qo'zg'olon qilmoqchi bo'lgan degan tuhmat bilan etivatdi. Bu chog'da Shingsay hokimiyat beshiga chiqib, Jingshurin qochib ketib bo'lgan edi. Shuningdan keyinla Huang Mushing ma'muriy palata boshlig'i Wang Jingweining buyrug'i bilan Nanjingga qaytib ketdi. Shingsay Guchungga yetib borg'ucha, Guchungning selingi Li Xayruy Majoying bilan allaqachon qochib ketgan edi. Shingsay Guchungga borgandan keyin Guchungda qolib qolgan Luijang, Jiang Zuanni Majoyingga taslim bo'lding deb aytibdi. Majoying 1933 yili 6 ayning 15 kuni Zinchuanzida mag'lub bo'lib, 6 ayning oxirlari Turpanga qaytib kelganda, uning aran 3-4 mingcha askari qolgan edi. Uning Pichan va Turpanlarda yana otliq va piyoda 2 luy askari bo'lib, piyoda luyi Pichanda, otliq luyi Turpanda turadi. Majoying Pichandan pochta bilan Ostoniga kelib, Ahmad Jisaning hovlisiga tushdi. Yo'lbos Fayzul Jisaning hovlisiga tushdi. Majoyingning qo'l ostidagi Tömür Tuanjang Xudiyar hojining hovlisiga tushdi. Majoyingning miltiq, o'q-dora va boshqa narsa keraklarini ortgan to'gilari 6-7 kilometr yergacha so'zilib kelib, Ostonadagi sayga yuklarini tushirdi. Majoying Ostoniga kelib kishilarga: Xo'janiyaz mening dadam, Mahmud mening akam, biz cho'qim kelishib qolamiz deb yurdi va bir necha kundan keyin Turpan bozoriga berib, Ablimit qozi va bir qancha xuyzu axunlarni Xo'janiyaz hoji bilan yarashtirib qo'yishga To'qsonga avatdi. Ular To'qsonga kelib Xo'janiyaz hojiga: Seling bizni silining yanlarga avatdi. Seling Xo'janiyaz hojiga qancha qurol lozim bo'lsa men beray. U Shingsaydan ayrilib men bilan birlashgan deydi, dedi. Xo'janiyaz hoji buni anglab, kulib ketib mundaq dedi: Ha, Majoyingga biz lozim bo'lib qolgan o'xshaymiz. Majoyingning iltifotiga rahmat. Biz ishning beshida Majoying xalqimizning zulmdan qutulishiga tilakdoshlik qilarmikin degan umidda bo'lgan edik. Endi bu umidimizning xomxiyol ekanligini tushunib yetdik. Majoying Gansudan Shinjongga har 2 qitim kelganda biz uningga
ko'p yordam bergan. U kuchlandi. Mushu jihatdan aytganda, u odam atganga ta'zim at degandek ish qilishi kerak edi. Ammo u undoq qilmadi. Urushda qurbonni biz berdik. O'ljini u oldi. Bir oy ilgari uning Shinjongni qo'lga olib, Janubiy Shinjongdan 500 ming askar elib, ichkiri Jungoga va Sovetga hujum qilaman deganidan uning xalqimizni texim zo'r baloyi ofatga duchor qiladiganligini tushunib yetdik. Biz uning yo'liga hargiz mangmaymiz. Texi yaqindala biz Jimsardagi dushmanni yengib, ulardan nurg'un miltiq o'lja ilish oldida tursak, Majongyang hile ishlatib, ularning qurollarini biz sizlarga elib beramiz deb bizni aldab qo'yib, qurollarning hammasini elib qochdi-ku. Bizning sabr qochimiz to'ldi. U endi bizga nuqta silib, bo'ynimizga minimiz demasin. Biz hayvan emas. Bizning kim bilan birlashish, kim bilan birlashmaslik ixtiyorimiz o'zimizda. Men Shingse bilan birlashib bo'ldim. Mening azaldan so'zim bir. Otgan o'q yonmaydi. Ma Jongyang bizning erkin, barobar bo'lishimizga yordam bermaydi. Aksicha bizni aldab, o'q zambiraklarga yem qilib beradi. Bizga beradigan qurollarini onsiga olib bersin. Sizlar qaytib berib, mening so'zimni u Lomodiga aylan yetkazinglar. Xo'ja Niyozi Majonyangning odamlarini mushu gap bilan qaytardi. Shuningdan keyin Majonyang o'zining pa'disini o'zgartib, xalqlarga Xo'ja Niyoz bilan Mahmud kofirlar bilan birlashib, islom hokimiyatimizni qurishimizga qarshi chiqdi. Sizlar ularning so'ziga ishonmanglar, ularga agashmanglar. Men Turpanda turib, Urumchini ilib islom hukumati quraman. Ondan Xo'ja Niyoz bilan Mahmudning jajisini berman, deb keng turda tashviq qilib, Urumchiga hujum qilishning tayyorligini ko'rdi. Avval majburiy askar ilishga kirishdi. Xalq bolalarini askarlikka berishga unamay, har yerlarga qochirib Shangyu, Dorg'iga o'xshash bo'kini akal desa, beshini akiladigan osonliq kishilar paltiga sap bo'lib berib, bolasi bor kishilarni urib va haydab yurib, bolasini topqizib, askarlikka tutib berdi. Tutib akelgan bolalarni Majongyang Turpan noyisining saroy danglariga qamab qo'yib, qattiq harbiy mashq qildirdi. Majongyangning qo'l cho'moqlaridan boshqa, qo'l ostidagi askarlarimo xalqning uylariga tuyuqsiz qurolliq bostirib kirib, yoshlarni tutib ketdi. Ba'zi uylardan yoshlarni topolmasa, ziroat ichiga mukinyapti, deb itizliqqa chiqib, qo'noqliq va kevazlikka kirib, qarsiga miltiq yoki pilimot etib, ziroatlarni nobud qildi. Kona va yangi askarlarni ta'minlashda hukumatdan berilgan ta'minotlar yetishmidi, deganni bahona qilib, xalq ustidagi turlik alvon seliqni ko'paytdi. Bo'libmi 1932 yilining oxiridan boshlab Jingshurinning qirg'inchiligidan kambag'allashib darmonidan ketay deb qolgan Turpan xalqiga Majongyangning askarlari yana bir ofat bo'ldi. Ular xalqni non iyoni qilishga majburlab, uyma-uy yurib, xalqning bir nenining yerimini tartib oldi. Hatto xalqning to'nirga yiqib qo'ygan nonlarini bulab ilib ketdi. Yana Urumchiga hujum qilamiz, askarlarga kiyim-kechak yordam qilinglar, deb to'lab, uyma-uy jar silib, xalqning uchsidagi chaponlarini soldirib oldi. Hatto ko'chalarda ketayotgan yo'lovchilarning o'tiklarini soldirib olishdanmi tap tortmadi. Xalqda tortib olgudek hech nima qolmaganda, samon qog'ozga pul besib tarqatdi. Bundaq qog'ozni kishilar xotan qog'ozi debmi ataydi. Majongyang besib tarqatgan pul 5 sarlik, 10 sarlik bo'lib, rangi so'z yeshil edi. Bu pulni kishilar seling puli deb atashdi. Turpanda uningdan ilgari duban puli deydigan 50 sarlik pul, Jingshurinning 1 sarlik puli bor edi. Bu pullarning hammasila bozorda birdek eqiverdi. Chunki harbiylarning qo'lidagi seling pulini mol sotquchilarning olmay haddi emas edi. Xalq orasidagi ilm setimda mol sotquchilar xaridorlardan duban pulidan qanchalik berasan, seling pulidan qanchalik berasan deb so'raydi. Agar duban pulidan bersa, milini tizla setib beradi. Lekin seling pulidan qancha ko'p bersimi, iloji bor sotmaslikqa tirishadi. Majongyangning Turpanda besib tarqatgan pulining soni ba'zi ma'lumotlarda 1 million 200 ming sar deyilgan bo'lsa-mu,
Əməliyyatda onundan ko'p edi. Chunki uning saman qog'ozga besilgan pulini agar qozonning ho'rida ho'rdab, yana saman qog'ozga chaplasa, uning izi chiqib, bir sar pul ikki sar bo'ladi. Saxtipazlar mushundaq usul bilan pulning sonini texmu ko'paytiryapti. O'zlari besib tarqatgan pul bilan savdogar va xalq qo'lidagi mato chekmanlarni setib olib va butun nahiyadagi mashinchi, sayponlarni yig'ib olib, ularni haqsiz kiyim tikishga majburladi. Seling pulining umri 6 oyga bormayla Majoyin qochib ketdi. Shuningdan keyin bu pul xalqning qo'lida quruq qog'ozga aylanib qoldi. Xalqdan olg'udak hech nima qolmagandan keyin oilalarga ochliq berib, askarlarga haqsiz non yiqib berish seliq soldi. Bu nonlarni davanchinga to'shishga ishlatish uchun to'rpan, pichanlarda dehqonlarning mayli hanga, mayli mada eshaklari bo'lsin, hammasini tortib olib yuk to'shishga soldi. Aslida mada eshakda mol yuk to'shimaydi. Bu nonlarni asosan qarilar to'shidi. Chunki yoshlarni ko'ribla qolsa, askarlikka tutib oladi. Bundaq ahvol yuqoridagi 3 nahiyaning hammasida o'xshash edi. Uningdan boshqa Majongning askarlari otlarini dehqonlarning ziroatlariga xohlagancha qo'yib etib, ziroatlarni nobud qilyapti. Askarlarning yo'lda o'tin saman ilib ketayotganlarning o'tin samanlarini zo'rliq bilan tortib olishi odatdagi ishga aylanib qoldi. Qisqasi, bechora xalq ochliq ketib son qoldi, mag'dur ketib jon qoldi, deb zarlanadigan bo'lib qoldi. Xo'janiyaz hoji Fukangda Shingsey bilan ahdnoma tuzishgandan keyin 1933 yili 6 oyning 15 kunidan keyin Mahmud Mo'yti bilan Changzigay, Panvupu, yo'g'on teraklar orqali Tangri tig'ini otlab Janubiy Shinjongga tez yetib berish uchun To'qsunga kelib Yilonliqdagi Ismang Darin degan Uyg'urning uyiga tushdi. Shu kunlarda To'qsun xalqining har soha vakillari hoji boshliq cho'nglarni shaharga kirib, 1-2 kun mehmon bo'lib chiqishga taklif qilgan. Hoji bilan Mahmud Mo'yti bu taklifni seliq rad qilib, bizga sepil yarashmaydi ekan, deyishib, Lukchun sepili oldidagi fojiani aslarga ilishib, ko'ziga yosh ilishgan. Xo'janiyaz hoji yana shu la'nati sepilga kirib olmagan bo'lsak, voy isit, Maqsud boydan ayrilib qolmaydiq, o'zimdan o'tdi. U rahmatlikdan ayrilib, qon sungan qushdek bo'lib qoldim. Әмді оныңдек kishi bizga nisb bo'lamdi yo'q, Alloh biladi, deb Maqsud Mo'ytiga bo'lgan cho'nqur sig'inishni ifodalagan. Ma Jongyin Guchungdan qaytib, Mori va Sarag'ay davanidan ishib, Ko'kyar orqali Pichan, Turpanga kelib, Xo'janiyaz hoji bilan yarishib qilish uchun To'qsunga odam avatdi. Xo'janiyaz hoji Ma Jongyingning talabini rad qilib, avatgan kishilarni qaytaribdi. Bir hafta o'tgandan keyin Ma Jongyingning otliq askarlari To'qsunga keldi. Xo'janiyaz hoji ular bilan uchrashib qilishni xohlamay, ularning qarasini ko'rish bilanla To'qsundan Qarshahariga ketdi. Ayg'ir buloqqa borganda Mamtimin degan kishini Ma Jongying askarlarining To'qsundan janubga yurish qilmaydiganligini kuzatib turishga 60 fidoyi askar bilan qoldirib qo'ydi. Fidoyilar Xo'janiyaz hoji bilan Ushoq talga borgandan keyin Qarshaharga kelib turgan Ma Jongying qo'shiniga biz Qarshaharda turmay janubga o'tib ketamiz. Qarshahardan o'tkicha bizga chiqilmanglar, deb xat kirgizganda Ma Shimingning qo'l ostidagi bir Luijang. Ma Shiming Urumchi Nansanda edi. Xatga: "Ey Xo'janiyaz, sen janubga hiligo yer bilan bordikansan, osmondan uchib o'taman desangmi o'talmaysan", deb javob chiqardi. Xo'janiyaz hoji ular bilan urushmay o'tib ketish mumkin emasligiga ko'zi yetib, Mahmud Sijang boshliq Luijang, Tuanjanglar va yenidagi boshqa yaqin kishilari bilan maslahatlashdi. Ular Qarshaharga kirmay, Bag'rash ko'lini bo'ylab Ko'rliga o'tib ketishni qancha o'ylab baqsimi, biror ishonchli yo'l topolmadi. Ondan ular bir ig'izdan: "Agar Ma Jongying qo'shini avval o'q chiqarsa, albatta bizmo qarab turmaymiz", deb ifoda bildirdi. Lekin fidoyilar orasida
Xuyzularmı musulmon, bizmi musulmon. Musulmon bilan musulmon urushib o'lsak, qaysi o'limga mansub bo'lamiz? Kim do'zaxga kirib, kim jannatga kirdi? Degan g'ulg'ula paydo bo'ldi. Ish bu yerga yetganda Mahmud Sizjonning maslahatchisi Abdulla Damulla Naimi bir fatvo o'ylab chiqib, biz Uyg'urlar musulmon, Tunganlarmi musulmon, lekin biz ular bilan urushimiz demadik. Janubga o'tib ketamiz. Yo'limizni to'smanglar desak, ular unimay yo'limizni to'smoqchi bo'ldi. Agar ular avval o'q chiqarsa kofir bo'ladi. Ondan biz atimiz. Ular o'lsa do'zaxga tushadi. Biz o'lsak shahid bo'lamiz va jannatga kiramiz. Deganni hamma fidoilarga tashviq qildi. Shuningdan keyin fidoilarning andishisi yo'qolib, ko'ngli to'xtadi. Fidoilar ushaq taldan chiqib, cho'qiga yaqinlashganda Majoying askarlarining shimoldan janubga yilon izidek okop qazib, Xo'janiyaz hojilarni janubga o'tkazmaslik uchun to'sib turganligini ko'rdi. Shundoq bo'lsa-mu, hojilar yanila urushdan saqlanish uchun bir necha yilanga oq bayroq ko'tartib, Majoying askarlarga elchilikka mangdirdi. Dushmanlar elchilar yaqinlab kelganda, elchiga o'lim yo'q degan haqiqatga mu pisand qilmay, bayroq ko'targan yigitni etib, sa deganicha hujumga o'tdi. Bundan qattiq g'azabga kelgan Mahmud Moiti chapchib turolmayotgan qaragir itining tizginini qo'yib o'tib, uzun qilichini egiz ko'targan holda "Alg'a!" deb bir to'p otliqlar bilan yon tarafdan cheriklarga etildi. Majoying askarlaridan 500 nechisi cho'ng yo'lning yoqasidagi uylarga joylashib, fidoilarga o't ochdi. Yana 500 nechisi cho'ng yo'lning shimolidagi tog'ga qarab ot soldi. Ular tog'ga yo'linib, fidoilarning yon tarafidan aylanib o'tib, fidoilarni o'ttirga ilib yo'qotishni o'ylagan edi. Xo'janiyaz hoji buni oldin ta'minlab, cho'ng yo'lni Mahmud Sijonga topshirib, o'zi bir necha 100 odamni boshlab tog'ga ot soldi. Natijada Xo'janiyaz hoji tog'ga baldur chiqib, dushman askarlarini chekinishga majbur qildi. Keyin fidoilar cho'ng yo'ldagi hamrohlarining yeniga berib edi. Majoyingning bir qancha 100 otliq askarining hujumiga uchradi. Fidoilar butun saf bo'yicha tüp-tüz sayda chekinishga boshladi. Majoying askarlari ot ustida sa deganicha fidoilarga o'q chiqarib yaqinlashib keldi. Mushundaq paytda Mahmud Sijong yana mavzur tapanchisini egiz ko'tarib, fidoilarga orqaga burilib etinglar deb xitob qildi. Fidoilar darhol orqaga burilib dushmanni o'qqa tutdi. Fidoilarni qo'g'lab kelayotgan dushman askarlari otlaridan do'malab tushishga boshladi. Ularning ba'zilari orqaga burilib qora shahar tarafga qochdi. Fidoilar otlarga minib, dushman askarlarini cho'qidan qora shaharning yenidagi Liushixud degan yergacha qo'g'lab bordi. Ularning bir qismi cho'ng yo'l bilan qochsa, yana bir qismi yo'lning ikki qasnaqidagi o'rmonliqning ichiga kirib olib, qora shaharga borg'ucha yo'l ustida uchirg'anlar Uyg'urlarni qari yosh er ayol demay etib chepib mangan. Ularning taqqa ot solgan heliqi qismi fidoilar cho'qidan o'tib ketgandan keyin To'qsunga qochib ketib, Ayg'ir buloqqa borganda To'qsunni kuzatayotgan Mamtimin apandi boshchiligidagi 60 nafar fidoining orqa tarafidan tuyuqsiz hujum qilib, hammasini qirib tashlagan. Bu 60 nafar fidoida 5 atar miltiqdan aran 5-6 bo'lib, o'qi yo'q deyarlik edi. Qolganiga kalta ko'si bir atar miltiq va qora miltiqlardan sanmalg'udek bir nechisi ancha muncha qilish nayzlarla bor edi. 1931 yili atiyozda portlagan Qumul dehqonlar qo'zg'alganidan buyon 2 yil mobaynida goh undoq, goh mundoq ko'ngil qilishlardan qat'iy nazar Qumul, Turpan, To'qsun, Pichan diyorida zulm, istibdod va tengsizlikka qarshi kurash qilib kelgan va ittifoqdosh qo'shin ana shu jangdan keyin bir-biri bilan G'anjuga beshida ko'rishadigan ashaddiy raqiblarga aylandi. Faqat biror soatlar davom qilgan bu jang mohiyatda Shinjang tarixining 30-yillar sahifasidagi o'chmas qora dog', millatlar aro qirg'inchilikning boshlanish nuqtasi bo'lib qoldi.
Shu kundan boshlab go'zal Tarim vodisi xili kunlar, balki xili oylargacha dahshatlik ajal tumanlari ichida qoldi. Davomi bor.